Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Sizlarga rubashka yoqqani bichilishini ko'rsatib beraman degandim. Bu aynan klassik rubashka yoqqan uchun rubashkani andazasini chiqarib beraman. Mana bu tomondan, mana men bu qog'ozim hozir menda. Mana shu qog'ozdan sizlarga yaxshi ko'rinish uchun ruchka oldim. O'zim endi qog'ozimni to'g'ri tekis har tomonlama, но men на всякий случай ehtiyot shart mana chizib olaman. Bu yoqqa tepaga to'g'ri bitta chiziq chizib oldim. Endi mana bu yerga ham to'g'ri chiziq chizib olaman. Mana o'zim uchun. Endi menda butunlik bichib olgan rubashkam bo'yin aylanasi orqa oldini o'lchaganimda 22 sm chiqdi. Ya'ni 22 sm da mana bu chekidan bu yoqqa 22 sm men o'lchayman. Mana 22 sm mana. Endi mana bu chekidan bu yerga orqa bo'yin aylanamizni o'lchab turib, shu net chiqsa, shuni qo'yamiz. Mana men 9 sm o'lchab oldim. Endi mana bu 22 sm dan to'liq bo'yin aylanamizni 2 sm tepaga ko'tarilamiz. Mana 2 sm ko'tarildim. Siz nima uchun 2 sm desanglar, oldi bo'yin aylanamiz bilsanglar, qiyaroq ketadi, oldiga qarab buradib ketadi, to'g'rimi? Qayrilib tushadi, osmon bo'lib. Shuni hisobiga 2 sm ko'tarilamiz. 3 sm ko'tarsanglar ham bo'ladi, yana ham stoykam tikkaroq tursin desanglar. O'z asosan tikka turgan ham yaxshi. Endi mana shu 9 sm o'lchadik-ku bo'yin aylanamizni, orqa bo'yin aylanamizni. Endi shu yerdan mana bu yerga 2 sm ko'tarilgan yerimizga birlashtirib olamiz. Uzr, menga ozroq qulay bo'lyapti to'g'risi. Kameram bu yerda, qo'lim bu yerda. Mana. O'zim kameraga tushib qolmay deb shunday iloji yo'q, shunday video olyapman. 9 sm dan bu 22 sm ga, ya'ni 2 sm ko'tarilganimizga uni ulab oldim. Endi shuni o'rtasidan ko'z chamalab o'lchab olsanglar bo'ladi yoki santimetrlarda mana shuni o'rtasini belgilab olsanglar bo'ladi. Mana men как раз o'rtasida ekan meniki. Endi xuddi shu joyidan pastga mana bu o'rtasidan o'lchagan joyimizdan pastga 2-3 mm pastga tushib turib, oysimon qilib chizib olsanglar bo'ladi. Qiyalatib. Menda hozir endi lineyka bor, mana. Lineykasi yo'qlar uchun, lineykasi yo'q ham deylik. Lineykasi yo'qlar uchun mana shu yerdan mana oysimon qilib pastdan mana bu yerga kirib ketamiz. Mana tekis kirib ketamiz. Mana bu yerdan ham oysimon bo'lib chiqib turib, mana 2-3 mm o'lchagan joyimizga yana ulab olamiz. Mana. Hozir men bunday chizib olay, o'zimga qulay bo'lishi uchun. Mana bu yerdan ham yerdan xiyol chiqib turib, keyin bu yoqqa ulab yuborsanglar mana. Qo'lim chizilib ketyapti, ahamiyat bermaysizlar. Noqulay bo'lyapti menga. Mana bu yerdan xiyol qilib oysimon qilib chizib pastga tushib oldim. 3 mm qo'ydim men. Endi shuni o'lchaymiz. Mana bu yerdan mana shu yergacha 22 sm kelishi kerak. Biz bo'yin aylanamiz 22 sm edi mana. Oysimon chizib olgan yerimizdan o'lchab olamiz. Mana 22 sm menga bu yoqqa ko'chdi mana. Yarim millimetrda bu yoqqa ko'chdi. Mana shu yerga keldi. Shu yerdan endi sal tepaga mana bu yerdan mana bu yerga o'lchagan joyimizni qiyalatib chizib olamiz. Mana. Qiyalatib chizib oldim taxminan. Endi xuddi shu joydan 3 sm stoykamizni balandligiga qo'yamiz. 3 sm mana yetadi. Kimdir 4 sm ham qilsa bo'ladi, men klassik uchun 3 sm. Bu yerdan ham 3 sm, o'rtasini o'lchagan yerimizdan ham 3 sm, bu yerga ham 3 sm qo'yamiz. Mana shu yergacha tekis ulanib keladi. Chunki bu yerimiz qiyalatmaganmiz. 3 sm da bunday qilib o'lchab olamiz. Mana. Bu tomonni esa xuddi men o'rgatgandek qilib oysimonroq qilib chizamiz. Menda hozir lineyka bor. Lineyka borligi uchun lineykada chiza qolaman.
Bunday turadi mana. Chizib oldi mana. Sal bu yoqqa chiqdi. Shu joyim. Mana o'zi to'g'ri chizibman. Mana bu chetga chizib qo'ygan ekan, bu to'g'ri ekan. Oysimon bo'ldi. Buni qo'linglarda chizib olsanglar ham bo'ladi. Xuddi shunday qilib oysimon qilib. Bu menda mana bo'ldi. Endi mana shu yerdan xuddi shunga o'xshab mana qiyalab tushganmiz. Qiyalatgan holatda masalan tepaga 3 sm bu yoqqa o'tamiz. 3 sm bu yoqqa o'tamiz. Bu yerdan ham mana 3 sm ga bu yoqqa o'tamiz. Balandligi ham mana o'zi 3 sm ga to'g'ri keladi. Mana lineykamda ko'rsata qolay. Mana lineykamda 3 sm. Mana bu yoqqa 3 sm. Bu yerdan ham mana 3 sm mana bu yoqqa keldim. Mana endi shuni ulab chizib olaman. Endi bu yerdan tugmamizni qadaladigan qismi bor, bir-biriga o'tadigani. Mana shuni hisobiga mana bu yerdan chiroyli qilib mana qiyalatib chizib olsanglar bo'ladi. Men sal xunuk chizilib qolyapti. Mana sizlar sal chiroyliroq qilib mana bunday qilib chizib olasizlar. Bu yerga shu tugma qadaladi. Endi tepa yoqamizni oralig'ini bu yerdan 4-5 sm ko'tarilsanglar bo'ladi. 4-5 sm ko'tarilgandan keyin mana bu ulanadigan yeri, tepa yoqa bilan stolka yoqaniki ulanadigan yeriga shu ko'tarilgan 4 sm-imizni bir-biriga ulab olamiz. Mana ulab oldim. Ulab olgandan keyin buni ham xuddi o'rtasini taxmin ko'zinglarda ujalab olsanglar bo'ladi. Shu yerdan 3 mm bu yerga ham tepaga chiqamiz. 3 mm tepaga chiqqandan keyin buni ham oysimon qilib chizib olamiz. Bu ulaganimizda chiroyli bo'lib, bir-biriga ulanganda chiroyli yotish uchun. Bir-biriga ulaganlarda qayerdir xunuk bo'lib, tikka bo'lib, bu narsa bo'lib qolmaydi. Chiroyli bo'lib yoqa yotadi. Mana bu yerga keyin bunday kirib ketasizlar mana. Ko'rdinglar-a? Mana chizib ko'ring. Lineyka ishlatib o'rganib qo'yganimcha qo'lda chizish qandaydir chiroyli chiqmaydi ekan. Ustoz chiroyli chizishga harakat qildim. Men endi o'zim uchun keyinchalik lineykada chizib chiroyli qolaveraman. Mana ko'tarildim ham deylik. Lineykada bo'lsa agar endi qilib chizib olgan bo'lardim. Bir-biriga nima bo'lib shu olib ketib qolyapti. Tushundinglar nima demoqchi bo'lganim? Mana yordamdek ko'tarildim oysimon bo'lib. Endi shu yerdan mana bu chekkadan 5 sm yoqasi uchun ko'taraman. 5 sm, 6 sm dan qilsa bo'ladi. Mana men 5 sm qildim. 5 sm qilgandan keyin mana bu yeridan bunga o'xshab qiyalatib chizmaymizda, to'g'ri qilib chizib olamiz. Tepaga to'g'ri chiziq chizib olsanglar. Taxmin chizib oldim. Endi bu yerini balandligini hamma xohlagandek qilsa bo'ladi. Yoqasini balandligi qana bo'lishiga qarab yoqamizni. Men masalan hozir mana bu o'lchagan joyimdan bu yoqqa to'g'ri chiziq chizib qo'yaman shunchaki. To'g'ri chiziq chizib qo'yaman, bu yoqqa o'tib qo'yaman. Bo'ldi. Endi bu menda 7 sm ham bo'ldi mana. 7-necha, 7-2, 7-3, 7 qilsalar bo'ladi, 8 qilsalar bo'ladi. Menga shu masalan yetadi. Kimdir agar 6 qilmoqchi bo'lsa, 6 sm qilinglar, undan u yog'iga tushib ketmanglar, xunuk bo'lib qoladi. 6 sm deb o'lchab turib, mana shu yerdan keyin mana bu 6 sm ga tikka qilib buni ham chizib olasizlar. Endi yoqamizni uchliroq qilib chiqarish uchun 2 sm bu yoqqa o'tamiz mana. 2 sm o'tgandan keyin buni ham to'g'ri qilib chizib olgandan keyin
santimetr. Mana bu ulanadigan yerni 2 santimetr chiqqan joyimizga ulab qo'yamiz. Mana bu yoqani xohlasanglar mana yumaloqroq qilsanglar bo'ladi. Mana yumaloq yoqa. Kimdir yana fason qilish uchun bunday tepaga chiqishi ham mumkin. Mana hamma xohlaganda yoqa qilsa bo'ladi. Buni xohlasa butunlay bu yerdan boshlab butunlay bunday tumaloq bunday yana hamlar. Mana bunaqa yoqa qilishi ham mumkin. Mana yoki maytdan olib kelib qilishi ham mumkin. Fasonlarga qarab xohlaganlaringizni qilsanglar bo'ladi. Mana shu yerdan ham yana 2-3 mm pastga tushib, mana shunday oysimonroq qilib chizib olsanglar, yana ham yoqinglar chiroyliroq bo'lib chiqadi. Mana bu yerdan mana oysimonroq qilib yana mana bu yerga kirib ketasizlar mana. Mana shu yerga mana oysimon bo'lib chiqdi mana. Bo'ldi. Shu klassik rubashkani yoqasi. Ikkisiniki mana bu yer bir-biriga tikilganda chiroyli bo'lib, qayriganda ham yotadi.